Dasturimiz davom etadi. Yurtimizda yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, zamonaviy bilim, kasb-hunar egallashlari uchun munosib sharoit yaratish davlatimiz siyosatida ustuvor yo'nalish hisoblanadi. Shu maqsadda joylarda mutasaddi rahbarlar ishtirokida yoshlar bilan turli muloqot va uchrashuvlar tashkil etilmoqda. Shunday tadbirlardan biri hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyat boshqaruv raisi ishtirokida Buxoro davlat texnika universitetida bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Uchrashuv avvalda jamiyat raisi universitet talabalari va professor o'qituvchilari tomonidan yaratilgan innovatsion ishlanmalar bilan tanishdi. Ularning har biri bilan bo'lgan suhbat davomida aynan bu kabi yangiliklar davr talabi ekanligi, amaliyotda tatbiq etish uchun esa har qanday faoliyat turining rivojlanishida hissa qo'shish mumkinligini ta'kidladi. Shundan so'ng tadbirning asosiy qismi boshlandi. Unda so'z olganlar gaz ta'minoti tomonidan olib borilayotgan amaliy ishlar, tizimdagi raqamlashtirish dasturi hamda yoshlar uchun yaratilayotgan sharoitlar haqida to'xtalib o'tishdi. Mazkur uchrashuvda talabalar tomonidan bildirilgan startap takliflar, g'oyalar bo'yicha jamiyat tomonidan grantlar ajratilishi, ularni qo'llab-quvvatlash va amaliyotga tatbiq qilish bo'yicha barcha zaruriy chora-tadbirlar ko'rilishi belgilandi. Mazkur uchrashuvda talabalar tomonidan bildirilgan startap loyihalar jamiyat boshqaruvi raisi tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanib, kelgusida grant ajratish bo'yicha kelishuvga erishildi. Tadbir davomida tizim yoshlari hamda universitet talabalari tomonidan bir qator qiziqarli, dolzarb savollar, takliflar berildi. Xususan, tizimda sun'iy intellektni joriy etish, gaz ta'minoti sohasida yoshlarning innovatsion g'oyalari va startap loyihalarini amalga oshirish bo'yicha zarur tavsiyalar berildi. Shuningdek, talaba yigit-qizlar energiya samaradorligi, aqlli tarmoqlar, yangi energiya saqlash texnologiyalarini qo'llab-quvvatlash uchun qanday mexanizmlar mavjudligi va ularga investitsiyaning jalb qilinishi, hamkorlikda stajirovka va amaliyot dasturlarini kengaytirish bo'yicha istiqbolli rejalarni shakllantirish bo'yicha zarur ko'nikmalarga ega bo'lishdi. Rahbar va yoshlar uchrashuvida talabalarimiz, yoshlarimiz o'zlarini qiziqtirgan savollariga, neft gaz sohasida o'zini qiziqtirayotgan savollariga javoblar olishmoqda va bu ochiq muloqot juda ham qizg'in tarzda o'tmoqda. Yoshlarimizni shijoatini ko'rib, g'ayratini ko'rib, o'sha rahbarda ham nima deydi, yana ishlash uchun katta motivatsiyaga, katta kuch uyg'onmoqda. Bunaqa uchrashuvlar yana ko'p bora bizni universitetimizda tashkil etilsa, biz yoshlar bundan bag'oyatda minnatdor bo'lamiz. Standartlashtirish va metrologiya yo'nalishidagi talabalar uchun dual ta'lim tizimini kuchaytirish, oliygohlarda sohaning eng zamonaviy laboratoriyalarini tashkil etish orqali xalqaro darajadagi ekspertlarni tayyorlash, gaz ta'minotida soha izlanuvchilari uchun tanlovlar e'lon qilib, g'oliblar esa xorijiy davlatlar oliy ta'lim maskanlarida, korxonalarda va ilmiy markazlarda qisqa muddatli amaliyot o'tab kelishlari uchun sharoitlar yaratish lozimligi to'g'risida bir-biridan qiziqarli takliflar ilgari surildi. Har bir berilgan savolga jamiyat raisi tomonidan batafsil javob berildi, takliflar esa qo'llab-quvvatlandi.